nikoh suv hozir mana. Mana nikoh suvi. Hurmatli Qo'chqorvoy Absattar o'g'li. Absattar o'g'li. Shu yerdaman. Yangamning ismi sharifi nima? Sandug'ash. Otasining ismi nima? Otasi vafot etgan. Vafot etgan bo'lsa ham mozorda ismi yozilgandir. Otasining ismi Olimjon. Ha, Olimjon. Hurmatli Qo'chqorvoy Absattar o'g'li. Oldingizda o'tirgan Sandug'ash Olimjon qizini tan mahramlikka olishga rozimisiz? Rozimisiz? Bu yana qanaqa savol bo'ldi? Men senga nima degandim? 3 marta so'rashing kerak. O'zing-ku shoshlayotgan. Ha, deya qol. Ha. Ha, barakalla. Hurmatli Sandug'ash Olimjon qizi. Oldingizda o'tirgan Qo'chqorvoy Absattar o'g'liga turmushga chiqishga Turmushga chiqishga rozimisan? Indamayapti-ku. 2 marta so'rash kerak. Hurmatli Sandug'ash Olimjon qizi. 2-chi marta so'rayapman. Oldingizda o'tirgan Qo'chqorvoy Absattar o'g'liga Absattar o'g'lina turmushga chiqishga rozimisan? Yo'qsa seni majburlayaptimi? Voy, mana buning rozi emas-ku. Qamalib ketish niyatim yo'q. Sandug'ash. Sandug'ash. Bunaqasi ketmaydi, dinga to'g'ri kelmaydi. Mana 1 daqiqa, hozir. Hozir. Nima sabr qilsang-chi, tungacha chiday olmaysanmi? Voy, nima qilyapsan? Voy, Qo'chqorvoy deyapman. Qamalib ketamiz. Hoy. Mulla aka, 1 daqiqa. Tomiri tortilib qolsa shunaqa qiladi. Nima oldida tomiri yo'qmi? Orqasida tegma. Qamalib ketamiz-ku. Beting qursin, bas qilsang-chi. Hozir to'xtab turing. Toshna qamalamiz. Hali yosh-ku. O'ylayapti. Qayerdan rozi bo'ldim-a? Mana mulla aka, tayyormiz. Raqs bilan qo'shiq rejimi aktivlashtirildi. Sağan kuşak aşık gördüm sen gelmedin nege Sen de sonu men görmedim kuşağımda ter bilmedin Şürregimden tür vermedin nege Uyalım sürsün mağan qarauğa Ayça sen sonşama kimsin Suyup kalı kuyup janım kıyın mağanda Kelmesin de seserdim de bermesin de senesin de senbesin de mağan ende bir Şürreg жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағын айда маған енді бір Қызығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін Сағыныштан өтейсің бе енді не дейсің Ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүйме қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың Voy, qaysi mulla nikohlatgan kelin bilan raqsga tushganini ko'rding? Bismillahirrohmanirrohim.